Assalomu alaykum hammalaringizga yana bir bor. Bugun 18-yanvar 26-yil. Mana paxtalarimizni sifatini ko'rsatib o'taman. 8 ta 2,5 metrlik ko'rpachalarimiz tuy sarposi uchun, 4 ta 2 metrlik ko'rpachalarimiz, ichidagi matraslariga paxta solish jarayoni mana ko'rishingiz mumkin. Paxtamni har bitta qatigacha ochib ko'rsataman. Mana ko'p kishi ichidagi paxtasi qanaqa deb so'ragani uchun mana. Keyin tikilishini ko'rsatmoqchiman. Bu ko'rpachalarimiz xamilyondan. Mana astari ham o'ziga mos qilingan. Ko'pak qurib, overlodan chiqarilgan ichki choklarimiz mana. Bitta joyi salqi kelib qolmagan. Mana paxtadan chiqqan holatlarini ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Nasib bo'lsa bu ko'rpachalarimizni yostiqlariga opamizni o'zlari paxta soladilar. Mana ko'rib o'zlaringiz baho beringlar. Tikilish jarayonlarini ham ko'rsatib o'taman ishlarimizda. Mana